Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan Zabaka Game. Akalar, bugungi videoda biz yana Counter Strike 2 o'yinini o'ynaymiz. O'tgangi videoda biz 110 ta kill qildik. Bu safar 210 ta kill qilamiz. Mening nomim Pros. Sizlar o'ldirish menga eng oson ish bu dunyoda. 210 ta kill to'plash uchun albatta like va obuna bosib qo'ying. Bu videoning ikkinchi qismi. Sizlarga shu Counter Strike o'yinini tavsiya etaman. 210 ta kill va video tugaydi. Mana iloji boricha o'lmaslik. Men buni o'ynashyapman. O'zicha qalqon olgan. Otishga otasan, hadi. Mana kalla ochgan juji 5 yil o'tib ketdi. Oxirida shunday nastroyki ishi bor. Bo'ldi. To'g'rilaydigan narsani to'g'riladim. Faqat bu sizlarga ko'rinmadi. Bitta joyda tur. Akalar, bu botlarga hamma aruzalarni yoqib qo'yganman. O'zim ham hamma aruzalarda o'ynasam bo'laveradi. Kallangni o'yam, bitta joyda turasan. Qana'natda so'tak. Kesanchi oxirgi patrolim. Ke, qanasan o? Buni kutguncha umrimiz o'tib ketmasa bo'ldi. Shuncha o'zimiz oldiga boramiz. Ko'rganinglardek bitta ham o'lganim yo'q, agar shunisi o'ldirib qo'ymasa. Jonim 56%. Uniki esa 100 bo'lishi mumkin. Qani o'zing. Akalar, bularni topish ham qiyin ishda. Pachoq atamiz. Bunday qarasak, bitta o'q bilan headshot uramiz. Yo! Akalar, sizlar mana o'ga qaranglar. Bu yerda ularga har xil aruzalarga mumkin qilganman. Endi ularni o'zlari o'yna olmasa, ayib, menda emas. O'zlari ko'tib o'q. Gapimga e'tibor bermaysizlar. O'zlari o'ynolmaydi. Pichoq ovozi keladigan bo'lsa, mayli pichoq olmaymiz, uni o'rniga bombochkalar va bundan olaman. Avtomat olaman. Qanday qilib avtomat olish mumkin qalqonda desanglar, shuna qilish mumkin. Biz buni ikkinchi rejimga o'tkazib olaman. Tayyor bo'lishmaga. Oilaviy kelishibdi-ku bu yoqda. Shuning uchun qora kunga asrab qo'ygan narsasini. Senlardan hali qasdim olamay ifloslar. Meni o'ldirish hali senlarga bo'ptimi? O'zinglar shunday qildinglar. Endi kallangni yirtaman. Qanaqa avtomat olgansan, so'tak. So'tak qaket. O'ladi-yu avtomatni o'g'lim. So'tak to'xta. Ber, snayper ber bu yoqqa. Snayper. Snayperski go qilmoqchilar. Kallangni bitta. Headshot urganimda ish gaplashaman. Men snayperskida 5 yil endi o'tmoqchi edim. Basharalariga hammasi
hammasi bittalab bo'lgan. Ba'zilari ikkitalab. Itlar, hayvon. Mol. Bit başarılar. Birkaç yerinde var. O bir başarı. Çıkmadı. Ben. Çekil, nime yapayım. Tamam. Ben çekil. Uzların şunu kokladı ya mı? Yok. Okey. 36'da kırıldım. Ve 2 Mart'ta öldüm. Hala men şunu yapsalar, tasavvur kılmışlar, 210'da kırılışım gerek. Allah'ım o'zing menga sabr bergin. Omadli avtomatini olishga majbur qildingmi? Endi o'zing ham shunga zor bo'lasan filos. Abaki. Hali gaplashaman senlarni. Sherigimni o'ldirding. Endi senlardan hali qasos olaman. Okalar, men 210 ta kir qilishim kerak. Hali tushunasizlarmi? Qanchalik qiyin 210 ta kir qilish. Sizlar uchun oson ko'rinayotgandir, lekin o'zini o'ynaganda qiyin. Ishonmasanglar tortib ko'ringlar bu o'yinni. Counter 2 desanglar o'zi chiqadi. Men mashka qimirlavermagan hozir kallangga hech o'tirib turaman. Meni o'rtog'imni o'ldirganlaring uchun. Men hali sherigimni o'ldirganim uchun shunday qo'ymayman. Ba'zi paytda sherigimni o'zimdan boshqa hech kim o'ldirmas edi. Senlar meni 3 martalab o'ldirding. Bu uchun qasos olish kerak. Tiger. Men bilan yomon o'ynashyapsizlar. Akalar, meni hozir bo'rtda o'ylayapsizlar. Lekin men bularni innasini 3 qo'rg'ondan ko'rsataman. Kelurlar, qulog'imga aytadigan gapcham bor. Chop bor, snayperni chop. Chichoradi hozir. Sherigim uchun hali qasos olaman. Birinchi sherigim o'ladi mendan oldin aytdim-ku. Kallangni yutaman hali sardar. Ting qo'rqur. Bitta ham o'qotolmayapti. Hech qaysi biri. Bitta mana shu hozirgi o'ldirganim otdi. Qolganlari chichor. Meni o'ldirding demadim. Sherigimni o'ldirding demadim. 4 martalab o'ldirding demadim. Endi yomon nasarimga chiqib ketdilar. Misol shuncha. Senlardan hali qasos olmagunimcha qo'ymayman. Takasaltaylar. Senlar endi 4 marta o'ldirganingni deb 204 dan o'qilishim kerak. Qasamsan bu. Bundoq qilamiz deb. Qachaq. Mana san hayvonlarga jamkam. Qanana duv qochib ketdimi? O'lasanlar hozirda o'zdilar. Shunlar javob berasanlar. 4 marta o'ldirganingiz. Men senlarga nima bo'lib ko'rmayman? 60 ta kill bo'lish. Men 214 ta kill qilishim kerak. Chiqlar endi botlar. Ba'zanda pisib o'tiribsanlar-da. Menga patrol olish kerak. Avtomatim. Hezimlar. Masanga. Endi ko'rdingmi? O'zi ko'rlar.
Bularni hali hizm desam, bularni ko'zi ham ko'r ekan. Mana. Pardir. Bular o'ynashyapti men bilan. Hizm osh ko'rib ko'rmagan yo'q ketyapti. Dedim humoret. 6 minut. Dan keyin videoni tugataman aka. Nega desanglar, buni tushuntirish tarifi uzun, shuning uchun sizlarga hozircha buni ayta olmayman. Akalar, bu videoda biz 210 qilolmas ekanmiz. Qilsak ham bir 100 ta qilar ekanmiz. Ko'rayotganinglardek yana oldim. Bular uchun hali javob berasanlar. Bu videoning 3-qismi chiqishi uchun sizlar like va obuna bo'ling. Men hali bularda qasos olaman. Qasos olaman deb o'zim o'lib yotdim. Shuning uchun ham obuna bo'ling, birodar. Terroristlardan qasos olamiz. Shundaymi ber? Seni himoya qilaman. Seni o'ldirganni men o'ldiraman agar o'lib qolmasam. Yur. Dadir qadam tashla. Bu yerga tegmalading. Mana ding. Bu yerda o'ldirding. Endi senlarni o'ldirmaguncha o'zim tinchimayman. Mana. Yo'y, bular o'ynashvoryapti-ku. Sizlarga shu yoqmadimi? Endi ahvolingni ko'ramasanlar, hozir. Endi ko'raman ahvoling. Lan qarashini. Bir aptini buzaman deyapsan. Qarmen keldi. Bos ketdi. Puling qolmagan bechorani. Yur nari qilsan, himoya qilib yuraman. O'zingni himoya qila olmaysan, chichqoqsan. Ey chichqoq, mana. Senlar ko'p o'ynashvording. Bo'ldi. Chiqlaring endi, hezim kallalar. Orqadan kelib otishdilar, he? Orqadan kelib. Yirtaman, aptini buzib tashlayman. Ko'rsanlarmi? Indamagan sarim o'zingdan ketding. Ha, botlar, hezim kallalar, nima bo'lyapti? Sherigimni o'ldirdingmi, iflos? Endi sanlar tirik qolmaysanlar. Senlarni shundoqqa tirik qo'ymayman. Senlarni qara. Senlarmi qara? Sos olaman. Senlardan hali qasos olaman. Shu kerakli qildim. Yaqindan birmanda bo'ldi. O'zi ko'rakan buni. Yo'q, tinchdi, endi pas qoldi. Nalaring garov boshqa gapim yo'q. Bo'ta kapsanlar. Siz o'tirgan bo'lsang,
Nereye koyayım? Hiç şu oldu. Ne oldu? Okey, bugün sizler bilen bize profesyonel olduk. Nega bir game master'ıyla. Şuncaki menende iki ısındı yani iki tane diyorum. Sizler bilen bugün bize profesyonel olduk. Yeni videolarda görüşünce hayır, selamat olun.